Wordda hujjat chetlariga ramka qo'yishni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi dizayn bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan esa page bordersga o'tamiz. Mana oxirida turibdi, o'ng burchagida tepada. Shuni tanlaymiz. Endi bu yerda bizga ramkaning har xil xususiyatlari bor. Bizga qaysi kerak bo'lsa, ma'qul bo'lsa, o'shani tanlaymiz. Misol uchun birinchisi none turibdi, ya'ni bu ramkasiz ko'rinishi. Ikkinchisi bu box, ya'ni quti, ramka ko'rinishi. Yonida esa style, ya'ni ramkaning stillari bor. Nuqtalik, uzilmagan chiziq, uzilgan chiziq va pastda har xil ko'rinishlari bor. Mana bunaqa ko'rinish. Bu referatlarda ko'p ishlatiladi, ya'ni referatning eng birinchi betida qo'llaniladi. Har xillari bor, o'zingizga moslab tanlayverasiz. Hozircha mana shuni tanlab turaman. Pastda esa color avtomatik turadi, color qora turadi. Agar bizga boshqa rang kerak bo'lsa, mana bu yerdan xohlagan rangimizni tanlab olsak bo'ladi. Misol uchun ko'kni tanlaymiz. Pastda esa width, ya'ni ramkaning qalinligini tanlasak bo'ladi. Pastda esa art, ramkaning har xilcha stilda ikonkalar bilan ishlatsak bo'ladi. Yonida esa preview, ya'ni ramkamiz qanaqa ko'rinishda ko'rinishini oldindan tomosha qilsak bo'ladi. Pastda esa apply to, whole document tanlangan turibdi, avtomatik. Bu butun hujjatga ramka qo'yib chiqadi. Agar aynan hozir turgan sahifamizga qo'ymoqchi bo'lsak ramkani, ikkinchi variantni tanlaymiz, this section. Agar dokumentimizni birinchi sahifasiga qo'ymoqchi bo'lsak faqat uchinchi variantni tanlaymiz. Agar birinchi betdan tashqari hamma betlarga qo'ymoqchi bo'lsak, mana shu 4-variantni tanlaymiz. Tushunarli bo'ldi menimcha. Bu yerda options degani ham bor. Optionsda siz tepadan, pastdan, o'ngdan, chapdan qanaqa masofalarda ramkamiz turishini dasturga aytsangiz bo'ladi va xuddi shunaqa tarzda dastur o'zi qo'yib beradi ramkani. Boxni tushundik. Endi pastda shadow, ya'ni soyalik ramka qo'ysak ham bo'ladi. Soyalik qo'ymoqchi bo'lsak, ramkaga soya qo'shadi. Orqada qora font turadi. 3D ramkalari ham bor. Bu kamdan kam ishlatiladi. Custom esa xohlagan stilimizda moslashtirib ramkani olsak bo'ladi. Misol uchun boxni sinab ko'ramiz amaliy tarzda. Boxni tanladim. Ramka mana preview turibdi. Xuddi shunaqa ko'rinishda chiqishi kerak. OKni bosganimizdan so'ng hozir men whole dokumentni tanlayman, ya'ni butun dokumentga, hujjatga ramkani joylashtiradi. Hammasini tanladik. Endi OKni bosamiz. Mana OKni bosdik. Ko'rib turibmiz, hujjatimizga ramkani ajoyib tarzda Word qo'yib berdi. Bu qancha listimiz bo'lsa, hammasiga xuddi shunaqa qilib qo'yib beradi. Endi ramkani yana o'zgartiramiz. Misol uchun shadow ko'rinishiga olib kelamiz. Shadow qilish uchun mana shu ham bo'laveradi. Tanladim shadowni. Butun dokumentga va OKni bosamiz. Mana ko'rib turibsiz, chetlarida qora font turibdi. Bu soya degani. Ya'ni soyalik qildik. Endi yana page bordersga o'tamiz. Endi bu yerdan whole document emas, butun dokumentga emas, aynan birinchi betga tursin deymiz. Faqat birinchi betga. Endi OKni bosamiz. Mana birinchi betga turibdi, shu turish. Ikkinchi betga qarasak, hech qanday ramka yo'q. Menimcha tushunarli bo'ldi. Page bordersga bosamiz. Endi oddiy boxga o'tamiz. Birinchi betga tanlangan turibdi. OKni bosamiz. Ramkamiz oddiy ko'rinishga o'tdi. Ya'ni eng ko'p shunaqa ko'rinishda ishlatiladi ramkalar. Mana ko'rib turibsiz, ikkinchi betda hech qanday ramka yo'q. Qolgan betlarda ham bo'lmaydi ramkalar, chunki biz faqat birinchi betga ramkani qo'yib ber deb buyruq beryapmiz. Uchidani ham sinab ko'ramiz. Qanaqa bo'ladi? Uchidani qo'ydik. Bu uncha bilinmaydi. Juda ham kam ishlatiladi. Bizga eng keraklisi mana bu box. Ikkinchi variantdagi turibdi. Ayniqsa ana shu referatlarda ko'p ishlatiladi. Referatda ko'pincha ko'ramiz biz qorada ishlatiladi, ya'ni qora avtomatik tanlangan turadi, ya'ni qora bizga bo'laveradi. Page bordersga o'tamiz yana. Bizga width 3 point
ya'ni 3 ta nuqta degani. None tanlasak, agar bizga umuman ramkalar kerak bo'lmasa, none tanlaymiz va OK ni bosamiz. Mana hech qanday ramkalar qolmadi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlar bo'limida yozib qoldirishingiz mumkin. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingizga saqlab qo'ying va like bosib qo'ying. Agar boshqalarga foydali bo'ladi deb o'ylasangiz, ularga ham videomizni bo'lishib qo'yishingiz mumkin va kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha